Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgun hukumatı Xitoyning zulmidan qaçqan barliq Sharq Turkistonliklarni o'zlari turishliq davlatlarning panohlanish ishxonasi oldida birdek 13 avgust kuni namoyish qilib, Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilishga, shundaqla panohlanish ishlarining tezlatilishini talab qilib, namoyish qilishga chaqiriq qildi. Tövəndə texnologiya bu vaqtki xəbərimizin təfsilatı bolsun. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammalarniki mush vaqtinglar xayrlik bolsun. Bugungi so'zishimning sababi mushu hammamizga bo'libmi Amerikadagilarga Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlarga muhim bir masala deb qarayman. Bu bo'lsa bizniki mushu immigration, ya'ni panohlik masalasimiz. Amerikada taxminan kam deganda bir 10 mingdan 15 minggacha Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonliklar yashayapti. Lekin ularniki kam deganda yarimdan ko'p qismi texi immigration va asylum masalalari texi hal bo'lib bo'lmadi. Bu haqda biz buni tizitish uchun nurg'un yo'llar mangan to'q, shu asylum masalasini bir tizitib pastda hamda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib bo'lgandan keyin mushadagi xalqimizga va dunyodagi boshqa yerlardagi xatarlik uchrayotgan qarindoshlarimizga panohlik berishga qonun chiqaraylik deb shu nurg'un parlament a'zolari bilan kurashgan to'q. Oxirida shu 4-oyda Senator Coons ishxonasi ular Uyghur Human Rights Protection Act deb bir qonun o'tirib qo'ydi, qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihasi shu dunyodagi u yerda xatarlik ostidagi Uyg'urlarga, Sharq Turkistondan va Uyg'ur va boshqa turk qarindoshlarga Sharq Turkistondan Xitoyninki irqiy qirg'inchilikdan kechayotganligiga tezdan panohlik berish va yana shu Amerikada panohlik iltimos qilib bo'lganligiga panohlik asylum applicationsni iltimoslarini tizitish uchun qo'yilgan. Bu 4-oyda qo'yildi, lekin hozir biz 7-oyga chiqdik. Bu to'g'risida bir bidiylash bo'lmadi tuzuk parlamentida. Va nurg'un qarindoshlar, shu bo'lib Amerikadagi qarindoshlar doim bizga aloqalashib, mush immigration masalasi to'g'risida bizga yordam qilsanglar deb necha qatim milliy uyg'onishga bu vaqtda xat yozganlar bo'ldi, telefon qilganlar bo'ldi. Shuning bilan biz maslahatlashib shu oldimizdagi 8-oyning 13-chi, ya'ni juma kuni 8-oyning 13-chi kuni saat 10:30dan 12:30gacha yolg'izlam shu panohlik masalasini, immigration masalasini shu Arlingtondagi USCIS'ning Amerika Immigration'niki panohlik ishxonasining oldida cho'ng bir namoyish uyushtirib, mush xalqimizniki talabini o'tirib qo'yib, texmi bir besim qilsak deb o'ylashyapmiz. Ba'zi deydi namoyishlar aqmaydi, aqchi ko'kchi deganlar bor, ammo aqidi. Natijasi bugun chiqmasa, ati chiqadigan ahvollar bor. Shuning uchun buni biz necha bilan maslahatlashdik. Mushadagi barliq Sharq Turkiston qarindoshlarimiz, Amerikadagilarni mayli qaysi tashkilotga a'zo bo'lamsiz, bo'lmamsiz, uning bilan karimiz yo'q. Chunki bizniki masalamiz bu yerda yolg'izdan shu asylum case'ni, immigration masalasini tizitish uchun, sizlarniki immigration iltimoslarini tizitish uchun va asylum berishini uchun namoyish qilamiz. Shuning uchun videoni taqib qo'ysanglar va atrofdagi qarindoshlarga shu namoyish qatnashishini chaqiriq qilib qo'ysanglar. Bu yerda shu o'zinglarniki shu kampdagi yoki turmadagi tutilgan qarindoshlaringlarniki rasmlari yoki bilmalar bo'lsa, shuni chiqarib ko'tarib chiqsanglar texmo yaxshi bo'ladi. Agar yomon qo'rqib ketsanglar, maska taqib olsanglar bo'ladi. Hozir hammadan texi maska taqayotgan ya.
Şunun için masraf kap çıksanlar buludu ama çokum çıkınlar. Bu üzerinin işi karandaşlar. Bulup bulmuş Amerika'daki karandaşlar da. Bu üzerindeki bir vasıta üzerindeki müşahedeki menfaatinliğe takışıdığa iş. Çıkıp üzerine sürüştük mü sana birisi kilip sürüştük vermeydi. Immigration mesela kanda buldu dep üzerinin yoluna mağmasanla başkası kilip Alman edip vermeydi karandaşlar. Şunun için bu namayışka çıkınlar. Korksanla maskanını takıp çıkınlar. Ama çokum çıkıp şu Amerika hükümetinin ki tizdin ma immigration meselesine halkımızga halk pirişini tizdin halk pirişini iltimas kılışımız gerek, talep kılışımız gerek aziz karandaşlar. Çünkü bu yerde ırkı kırgınçılık bulavatkallıkın jakalap oldu Şarkı Türkistan'da. Nurgun karandaşlarımız bulup yaşlarımız ya işleyenmağatıdı ya okuyanmağatıdı, nurgun başı karandaşlarımız mı ya işleyenmağatıdı ya e, bir sağlamlık istirhaneye sığım erişenmağatıdı. Müşundan mesele bulavatdı bizniki müşahedeki cemiyette. Şunun için bunu el kılış için besim kılışımız gerek. Besim kılış için müşü namayişini ururlaştırsak, kançılık çoğurak çıkalasak, medyalı bilen, muhbirli bilen emminasını çakırık kılımız. Şunun için çokum ma namayişka katlaşınlarını talep kılımız ve başkadaki karandaşlarımı haberdar kılışınlarını talep kılımız. Namayişninki teşviqat varıqını Milli Uyg'unishninki Facebook sayfasiga tashlab qo'ydik va yana WhatsApp gruplarını tashlab qo'ymiz. Shu yerdan qolgan uchurlarni ham inglizcha ham uyg'urcha qildik. Tapalaysizlar. Hammalar Allohga omonat bo'linglar. Inshaalloh shu oldimizdagi 8 ayning 13-ida shu USCIS Arlington Asylum Office'ning oldida birlikte aşağıda cem bulup namayış kılışını kılgan. Assalamu alaikum. Xabarlarımızı kögünüڭلار rahmet. Görüşkice aman bolаңlar. Xeyr xoş. Allah'a emanet.